Qayerdan ish haqi bo'lish kerakmi? Mahalladan spravka kerakmi? Nima bo'ladi? Hech narsa keragi yo'q. Bunaqa narsalar kerak bo'lmaydi. Pasportni o'ziga chiqarib beramiz. Biz o'zimizning hisobimizdan propan o'rnatib beramiz. Ha, propan tekinga bo'ladi. Tekinga o'rnatib beramiz. 16 million 800 chegirma ham amal qiladi. Chegirma ham amal qiladi. Qarang misolda buni misol naqdga bo'lsa muammo yo'q. Keladi yarim soatda berib ketadi, to'g'rimi? Yarim soatga ham bormayapti. 15 daqiqada ishi bitib ketyapti. Mana bu mashinada ishonaveringlar 15 million pul indamay topib qo'yaveradi oyiga harakat qilsa, to'g'rimi? Qarang. Eng kam to'lov bilan qancha bilan ochib ketsak bo'ladi? Assalomu alaykum Mega Dunyo kanalining qadrli obunachilari. Aziz samarqandliklar, nafaqat samarqandliklar, Qashqadaryo, Surxondaryo, buyog'i Xorazm, Navoiy, Buxorolik akalar diqqatiga men Samarqandga kelganman. Boburjon ukamiz yoniga. Assalomu alaykum. Boburjon, qanaqasiz? Sog'lig'i yaxshimi? Charchamang. Xudoga shukr, yaxshi. Boburjon ukamiz China Motors'da Samarqanddagi filialini menejeri bo'ladilar. Ukam o'tgan safar videorolik qilib berganimdan keyin mashinalar sotib yuboribdilar. Yangilik bor ekan, keling dedilar. Xudo xolasa kelib bitta chotki videorolik qilamiz. Bizni joylashgan manzilimizni sodda qilib tushuntiraylik. Manzilimiz Navoiy Buxoro tomonlardan keladiganlar uchun motor kurukka yetmay turib chap tomondan topish mumkin. O, ana shu yerda motor kuruk. Shahar tomonidan, Ulug'bek tomonidan keladiganlar uchun motor kurukka yetib o'ng tomonga burilsa 100 metr yo'lda topib oladi biz manzilimizni. Topish qiyin emas, yo'l bo'yida mashinalar turibdi. Hozirda Jack mashinalar Jack X200 barcha modeli hozirda yangi partiyalari yetib keldi. Ha, bular yangilandi, nargilar sotilib ketib bo'ldi. Sotilib ketdi, bular yangi partiyalari keldi hozirgi paytda. Qarang, Bobur. Hop, China Motors mana Jack X200 larga 16 million 800 so'm chegirma qilyapti. Chegirma. Bu sizda ham amal qiladimi? Menda ham amal qiladi. Hozirda fevral oyi oxirigacha deyilgandi. Yana bu uzoq muddatga biroz cho'zilishi ehtimoli kutilyapti. Hozirda ko'pchilikning talablariga binoan, chunki naqd pulga oladiganlar ko'payib qoldi hozirgi paytda. Ha, naqd pulga olsa, naqd puli avtokreditga bo'lsa 16 million 800 chegirma bor. Chegirmasida qilib beramiz. Chegirma qilib beriladi. Endi qarang, hop 100 million puli bor. Misolda 100 million puli bor, lab olgani puli yetadi, lekin lab olmaydi, sal kattarog'ini olaman desa, qolgan pulini qanaqa bo'ladi? Bo'lib to'lash qilib beramizmi? Nima qilib bera olamiz? Qolgan pulini avtokreditda qilib beramiz. Avtokredit bo'ladi. Avtokredit qilib beramiz 25% dan. Oyma-oyiga 4 million so'mdan chiqaveradi. 4 millionga yetmagan summa chiqsa kerak menimcha. Yetmagan summa chiqadi. Qalang Bobur, mashinani bir kunda nomiga rasmiylashtirib beramiz. Mana hozir 100 millionda hozir menimcha mana uni aytyapsiz, to'g'rimi? Unda misol Tentovkani narxi sal boshqacharoqda, to'g'rimi? Tentovkani narxi 238 million bo'lib turibdi hozir. Chegirma narxi. Chegirma narxida. Chegirma ayrilganda. Buniki 231 million. 231 million. Furgonlimizniki 258 million bo'lib turibdi hozirgi paytda. 258 million. Uchalasidan nalichida bu. Uchalasidan tayyor nalichida, Tentovkalar. Bular yangi hammasi. Yangi. Qolib ketganlari emas, aslatga tovar emas. Yangi zavoddan chiqib kelyapti. Zavoddan o'zidan chiqib keladi. Zavodimiz Uzavto Trailer o'zimizda Jonboyda ishlab chiqariladi mashina. Jonboyda ishlab chiqariladi. O'zimizda o'sha Samarqandga kirib kelaverishda Jonboyda Uzavto Motors, Uzavto Trailerda yig'iladi. Qarang, bu Hyundai Porter, Kia Bongolar bilan bir xilda, to'g'rimi? Bir xil temada hozirgi paytda eng zo'r mashinalardan biri. Ha. Hozirgi paytda eng ko'p sotilayotgan mashina desak ham bo'ladi. Jack mashinalar, chunki talab kuchayib ketdi. Gruziya podyomisi ham ko'proq buni 2 tonna 200 yoziladi kitobiga. Buyog'i o'zbekchilik endi akalarimizga 3 tonnami, 2,5 tonnami yuklaveradi. Yuklasa bo'ladi. Qarang, hozir buni uzunligi necha edi? 3.10 ga 1.65. Bu mashinani ko'pchilik xarakteristikalarini, boshqa motorlarini, obzorlarini o'zi hamma bilib bo'ldi. Buni ichida salonlarga keladigan bo'lsak, salonlarda har doimgidek mana o'rtoqlar, salonni bitta ko'rsatib o'tamiz. Oynalari knopkada, elektronik. Endi yangi mashina salafarlar taqib qo'yilgan. Xo'p, rullari gidravlika bo'ladi. Rol, konditsioner, ABS,
Rol tepaga pastga bo'ladi. Tepaga tekib pastga o'zingizga moslasangiz bo'ladi. Shofyor bilan birgalikda 3 kishini bemalol olib ketaveradi. Garantiya o'sha 100 ming kilometr yoki 3 yilga garantiya beramiz. garantiyasi beramiz. Hozir bunda motor 1.8 motor, to'g'rimi? 2lik atmosferli motor bo'ladi. 2lik motor. 2lik atmosferli motor bo'ladi. kafolatlangan. Hozir metan propan tushadi. Bemalol o'rnatsa bo'ladi. Qaranglar. Qo'sh balon bo'ladi. O'rtoqlar, resurslariga ham e'tibor beringlar. Qo'sh balon bo'ladi. Orqa baloni 13 bo'ladi, oldisi 15 bo'ladi. Hyundai'larda 12 bo'ladi orqa baloni. Sal kattaroq, shuning nisbatiga ozgina yumshoqroq bo'ladi. Qarang. Eng kam to'lov bilan qancha bilan ochib ketsak bo'ladi? 58 million 25% bilan olib chiqib ketsa bo'ladi. 58 million, bir 5 ming dollarga yetmagan summa yetar ekanda, 5 ming bilan kelaversin, 5 ming bilan kelaversa biz chiqarib beramiz. Mabodo, misol metan o'rnatdi, kafolatdan chiqib ketadi. O'zingizlarda metan o'rnatib beramiz, a? O'zimizda metan o'rnatib beramiz. Kafolatdan chiqmaydi, 3 yilga garantiya saqlanib qoladi. Qarang, Mega Dunyodan kelgan obunachilarga nima yangiliklar qilib bera olamiz? Bonuslarini cho'tki qilib beramiz aka. Bonus qilib beramiz, a? Chiroyli qilib, a? Chiroyli qilib beramiz. Yana bitta imkoniyat bor. 2024-yil olgan Jack X200 mashinasiga tekinga propan o'rnatib beramiz. Hozir 2024 dan bundan ham bormi? Hozirda bizda yo'q. Endi zavoddan agar 2024 berilsa, o'zimizning hisobimizdan propan o'rnatib beramiz. Propan tekinga bo'ladi. Tekinga o'rnatib beramiz. 16 million 800 chegirma ham amal qiladi. Chegirma ham amal qiladi. Gap bo'lishi mumkin emas. Qarang, misolda buni misol naqdga bo'lsa muammo yo'q. Keladi, yarim soatda minib ketadi, to'g'rimi? Yarim soatga ham bormayapti. 15 daqiqada ishi bitib ketyapti. Xudo xolasa. Endi misol avtokreditga olmoqchi. Qayerdan ish haqi bo'lish kerakmi? Mahalladan spravka kerakmi? Nima bo'ladi? Hech narsa keragi yo'q. Bunaqa narsalarga bo'lmaydi. Pasportni o'ziga chiqarib beramiz. Pasport bo'lsa bo'ldi. Pasport bo'lsa bo'ldi. Ish joyi bo'lishi shart emas. Yo'q. Bir dona pasport bo'lsa bo'ldi, boshlanish summasiga to'lov bo'lsa bo'ldi, chiqarib beramiz. Xudo xolasa bir kunda bitadi. Bir kunda. Endi o'rtoqlar, asli avtokreditni umuman tavsiya qilmayman. Avtokreditga olmanglar, naqdga olinglar iloji boricha. Bu kimdan qarz olib bo'lsa ham naqdga olsanglar, mana bu mashinada ishonaveringlar 15 million pul indamay topib qo'yaveradi oyiga, harakat qilsa, to'g'rimi? Endi hozir mana borti bormi buni? Yukxonasi. Yukxonasi yo'q, shassi varianti ham bor, a? Shassi varianti ham bor. Uni narxi hozir chegirmada 227 million so'm bo'lib turibdi. 227 million so'm, o'rtoqlar. Shassi olsa, dokumentini o'zi keyin qayta jihoz qilib olaveradi. Qayta jihozlash qilib olaveradi. Gap yo'q, gap bo'lishi mumkin emas. Qarang, Bobur, uni rasxodi o'zi zavod 8 ta bergan, to'g'rimi? Zavod 8 ta rasxod bergan. Endi katta yuk bilan yuradiganlar uchun 10 tagacha rasxodi boradi mashinani. 10 ta atrofida bor. 12 tagacha ham bo'lishi mumkin. Yurishga qarab albatta. Yurishiga ham bog'liq. Yurishlariga ham qarab, o'rtoqlar rasxodi o'zgaraveradi. Metan propan tanlamaydi, tushaveradi. O'rtoqlar, sizlarni Samarqandga taklif qilamiz. Motor kuruk topish qiyin emas. Ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar, sizlarga lokatsiyani ham tashlab berishadi va sizlarni qiziqtirgan savolinglarga javob berishadi. Undan tashqari, grafik, shunga o'xshagan sotib olish usullari, plastikami, pul o'tkazishmi, naqdgami, nima shunga o'xshagan savolinglarga ham Boburjon o'zi javob beradi. Sizlarning ishinglarni bitirib beradi. Boburjonga kattakon rahmat. Xudo xohlasa sizlarni chiroyli qilib ishinglarni bitirib beradi. Shu bilan videorolikimizni yakunlaymiz. Videomiz yoqqan bo'lsa, albatta like bosib unutmanglar. Kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yish esdan chiqmasin. Kimga xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqsin. Shaxsiy o'zimizning raqamimizni qoldiramiz. Aloqaga chiqsa, batafsil ma'lumot berib o'tib ketamiz. Gap yo'q. Salomat bo'ling, charchamang. Rahmat.